Assalomu alaykum. Biz hozir Qumqo'rg'on tumani Bobolachin mahallasida joylashgan Agrotex yurti ishlab chiqarish kooperativiga qarashli daladamiz. Ushbu dala 10 gektarli maydondan iborat bo'lib, 27 kishiga dehqon xo'jaligi sifatida kooperativga birlashtirilgan. Ushbu dala maydoniga koreyskiy piyoz navi qadalgan bo'lib, ushbu piyoz navi to'liq agrotexnik talablar asosida parvarish qilinmoqda. Ushbu piyoz navidan har bir gektaridan 65 tonnadan 70 tonnagacha hosil olish rejalashtirilgan. Ushbu kooperativga birlashtirilgan 27 kishi mana shu piyoz navini parvarishlashda to'liq ishtirok etib, piyoz navidan yuqori hosil olishni rejalashtirgan. Nasib bo'lsa, mana shu piyoz navi pishish arafasida turibdi, hosilni yig'ishtirish arafasida to'liq piyoz navi hosilni yig'ishtirib olinib sotish uchun tayyorlandi.